Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz flotatsiya jarayoniga ta'sir etuvchi omillar. Flotatsiya jarayoni bu o'sha o'tgan mavzularda aytib o'tdik, mineral zarralar yuzasining fizik kimyoviy xossalari farqiga, ya'ni suvda ho'llanish hamda ho'llanmaslik xossalariga asoslangan boyitish usuli hisoblanadi. Flotatsiya yo'li bilan boyitishda sulfitli rudalar boyitiladi flotatsiya yo'li bilan. Endi flotatsiya jarayoniga qanday omillar ta'sir qiladi, o'sha bo'yicha gaplashamiz. Flotatsiya jarayoniga birinchi bo'lib ta'sir qiladi kelayotgan minerallarni kimyoviy tarkibi. Hozirgi vaqtda o'tgan mavzularda aytib o'tdim. Rudalar uchga bo'linadi: sulfitli rudalar, oksidli rudalar hamda sof rudalar deyiladi. Sof rudalar hech qanday birikma bo'lmagan, sof holatda, yombi holatda bo'ladi. Oksidli rudalar kislorod bilan birikmaga hosil qilgan bo'ladi. Sulfitli rudalar oltin gugurt. Ya'ni o'sha flotatsiyaga kelayotgan rudani tarkibida sulfitli rudalarning foizi 90% dan tushib borgan sayin flotatsiya jarayoni ijobiy natija bermaydi. Ya'ni foydali komponentni ajratib olish foizi tushib ketadi. Bu birinchi ta'sir etuvchi omil tarkib. Tarkibiga bog'liq kelayotgan mineral. Ikkinchi omil yanchish jarayoni. Yanchish jarayonida o'sha 0.074 millimetrli zarralar 60% dan kam bo'lsa yoki bo'lmasam 80% dan ko'payib ketsa ham boyitish jarayoniga ta'sir qiladi. Ya'ni 60% dan kamayib ketsa, ya'ni 0.074 mikronli zarralar kamayib ketsa, boyitmaga foydali komponentlar o'tish hisobiga chiqindiga chiqib ketadi. Agar 80-85% dan yuqori bo'lsa, o'sha bu shilamlanish deyiladi. Shilamlanish 0.02 millimetrdan mayda zarralar flotatsiya yo'li bilan boyitilmaydi. U to'g'ridan to'g'ri chiqindiga chiqib ketadi. Ya'ni chiqindini tarkibi o'rganilganda 0.2 dan yirik zarralar hamda 0.02 dan mayda zarralar aksariyatini tashkil qilgan hibosga chiqib ketadi. O'shaning uchun gatoy klass 60-70-75 ishlanadi. Уже 85 dan yuqoriga chiqqan sayin shilamlanish holati yuzaga keladi. Bu ikkinchi. Uchinchisi ta'sir etuvchi omil bu plotnost. Plotnost texnologiyada shunaqa termin bor. Plotnost, ya'ni bu zichlik emas. Plotnost bu o'sha butana tarkibidagi qattiq zarralarning foizi. Flotatsiya uchun 28, kollektivniy flotatsiya uchun 30%, sredniy olinadi 28-30% qattiq zarralarning miqdori. Agar bundan ko'payib ketadigan bo'lsa ham 30-35-36 bo'ladigan bo'lsa ham bu o'sha reagentlarning unumdorligi tushib mineral zarralar cho'kadi. Agar 25, 24, 23, 22 tushib ketaversa, plotnost niskiy bo'lib ketaversa, suyuq bo'lib ketaversa, flotatsiya vaqti qisqarib ketadi. Reagent yetishmovchiligi sodir bo'ladi-da, mineral boyitmaga o'tishga ulgurmasdan vaqt kam chiqindiga chiqib ketadi. To'rtinchi omil berilayotgan reagentlarning miqdori, tarkibi, tartibi. Beriladigan reagentlarning o'z tartibi bor. O'tgan mavzumizda tartibni aytib o'tgan, buni ko'rasizlar. Miqdori har bir flotatsiyada ishlayotgan texnolog, flotator har soatda flotatsiyaga berilayotgan reagentlarning gram tonnasini, ya'ni udin rasxodini tekshirib borish kerak. Yetarli miqdorda bermasa, kerakli foydali komponent boyitmaga o'tmaydi. Chiqindiga chiqib ketadi. Agar keragidan ortiq bersa ham bu texnologiyaga salbiy ta'sir qilib, keraksiz minerallarni ham ajratib olib, sifatsiz konsentrat olishiga sabab bo'ladi. Bu reagent to'rtinchisi. Beshinchi ta'sir etuvchi omil. Beshinchi ta'sir etuvchi omil bu o'sha flotatsiyada ishlanayotgan dastgohlarning holati. Mana buni bir 50 kublik flotomashina deb oladigan bo'lsak, bu flotomashina bu pnevmomexanический flotomashina. Bu pnevmomexanический flotomashinadagi stator, uning ichida joylashgan impellerning holati, mana bu stator impellerni aylantirib berayotgan dvigatelning holati, valdagi holat, valning holati, o'rtadagi turadigan valni sozligi hammasi flotatsiya jarayoniga ta'sir qiladi.
o'sha flotodaskoflarning soz holatda ekanligi. 6-chi ta'sir etuvchi omil bunga berilayotgan havoning miqdori. Agar flotatsiyaga keragidan ko'p havo beradigan bo'lsak, o'sha chayqalishlar, burlenish, to'lqinlanishlar holati sodir bo'lib, kerakli komponentlar cho'kib ketadi. Ya'ni qancha flotatsiya chayqalib ishlasa, kerakli minerallar cho'kib ketadi. Agar kam beriladigan bo'lsa, kerakli minerallarni yuqoriga chiqarib beruvchi pufaklarning, penaning kamligi hisobiga yana foydali komponent xullas chiqindiga chiqib ketadi. Bu havo edi. 7-chi ta'sir etuvchi omil flotatsiyaga berilayotgan suvning kimyoviy tarkibi. Ya'ni flotatsiyaga kelayotgan suvni tarkibida organik moddalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, oz miqdorda qo'shgan o'sha ko'pik hosil qiluvchi reagentimizning ta'sirida ham ko'pirish holati, ya'ni texnologiyada pluvchka holat sodir bo'ladi. Ya'ni bu ham sifatsiz konsentrat olishga sabab bo'ladi. Va oxirgi omil harorat. Flotatsiyaga berilayotgan reagentlar haroratni his qiladi. Ya'ni harorat 20 gradus, 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, erish yaxshilanadi. Agar tashqarida minus harorat bo'lib, flotatsiyadagi jarayondagi harorat ham o'sha 10 gradusdan tushib ketaversa, reagentlarning suvda erish xossasi kamayadi. Shuni hisobiga minerallarni ajratib olish protsenti tushib ketadi. Ya'ni haroratdan o'z ta'sirini o'tkazadi. Harorat o'ta yuqori bo'lsa, o'zi flotatsiya uchun maksimal 35-40 gradus flotatsiya uchun harorat olinadi. O'sha 40 gradusdan keyin mana bu qo'shilayotgan ko'pik hosil qiluvchi, so'ndiruvchi, to'plovchi reagentlarning kimyoviy faolligi tushib ketadi. Flotatsiya jarayoniga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha qisqacha ma'lumot aytib o'tib ketdim. Mana sizlarda fikr, takliflar bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar. Keyingi darsligimiz